Imom Moturidiyni shaxsiyatlariga kirishadigan bo'lsak, u kishi juda taqvodor, parhezgor va o'z navbatida keskin, haqni gapiradigan, bir kishini ra'iyatini qilmaydigan, balki haqni qayerda nohaq ish bo'layotgan bo'lsa, haqni gapirib u yerda gapni kesadigan inson bo'lganlar. Imom Moturidiy rahmatullohi alayh aynan Alloh taoloning muqarrab bandalari, ya'ni tasavvuf pirlari, murshidlaridan biri bo'lganlar. U insonni hayotiga nazar solar ekanmiz, ham aqidada, ham fiqhda, ham tasavvufda yetuk olimlardan bo'lgan. Lekin u kishini asosiy e'tibor qaratgan jihatlari bu aynan o'zi yashab turgan muhit bilan bog'liq bo'lganligi uchun e'tiqod sifatida u kishini faoliyatlari ko'zga tashlanadi.